Bugun PUBG Mobile'ga hamma yaxshi ko'radigan Ferrari superkarlari qo'shildi. Hozir sizlar bilan birgalikda 150 ming UC'ga yangi chiqqan Ferrari superkarini eng qimmatini olishga harakat qilamiz. Hammaga assalomu alaykum, men Kardinal. Bugungi videoda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Ferrari superkarlari PUBG'da oy nima deyapti bu Ferrari'lar? Hozir eng qimmatini tushirib olamiz do'stlar, chunki UC'miz 150 ming UC va bu yerda oy takoy seri do'stlar. Ferrari nima deyapti bu yerda? Qizili, bu dachaga ekan bu. Vashi bu yerda qanaqa 3 ta jetonligi mamlaqa. Vo, bunisi vashi qop-qora Black Pianino da. Men bu ham vashi takoy. Ferrari o'zi qizil rangi bilan tanilgan, vashi chiroyli chiqibdi do'stlar. Vo, bu yerda esa Uazikga skinimiz bu sarig'i, какой-то Lamborghini Urusga o'xshab ketar ekan va bu yerda va bunisi qizili do'stlar. O, vashi qizil, lekin qizil ranglari juda ham chiroyli. Ferrari o'zi aytganimdek qizil rangi bilan juda ham chiroyli. Bu yerda 3 ta jetonligi qanaqa? Tak, 3 ta jetonligi. Bu ham qizil prosta tak sizga mamlaqa chetlari chiroyliroq bo'lar ekan. U arzimaydi endi 3 ta jetonga buni olishga. Buni qaranglar. Farqi yo'q. Prosta farqi chaqmoqchalarida. Bo'ldi do'stlar. Men sizlarga tavsiya qilaman, bittalik jetonli ham zo'r. O, mana o'sha mashhur Ferrari superkari do'stlar. Bu 2 kishilik mashinaga ekan va bu yerda qizili chiroyli albatta va bu bunda qorasi chiroyli ekan, ko'proq qizilidan. Endi kimga qanaqa? Menga qorasi yoqdi, какой-то скромный, дерзкий do'stlar. Biz esa hammasini olamiz. Va bu yerda bu ham qizil do'stlar. Bu prosta rangi almashib turar ekan. Какой-то хамелеон rang bo'lib turar ekan. Yangi chiqqan mashina do'stlar, yangi chiqdi-yu shu sezon mashina, o'sha mashinaga skin ekan. Chevrolet. Bu yerda qizili ham bor ekan, bu qizili va bu yerda ko'k rangi. Bu ham хамелеон rangi o'zgarib turar ekan, lekin o'qi buni vashcha chiroyli ekan. Jami 4 ta mashinaga skin qo'shibdi. Bu yangi chiqqan mashina, bu esa Dacia, bu esa Uazik, bu esa kupe mashinasi. Balo salonlashni bo'ladi endi. Men hamma narsani ko'rsatdim. Assalomu alaykum jigarlarim, yaxshimisizlar? Bugun nastreniya zo'r, chunki 30 ming UC'ga 2 ta jeton oldim. Qarab, men bu mashinani balonidagi ichidagi tormoz bo'ladi-yu, tormozini o'zgartirsa bo'lar ekan. Kalotka. Rangini bitta o'sha kalotkani rangini o'zgartirish uchun 300 ta moneta. Buncha qimmat. Bu kimga kerak bu narsa? Bu yerda nima bu? Ryukzakni qaranglar. Ryukzakka какой-то kubik. Bu yerda keraksiz mifiklari va bu yerda men bu chiroyli ekan, lekin ryukzakchasi bilan ketar ekan. Bu esa jesti, tipa top 1 olgani jesti bo'ldi. Bu yerda shedevr kar. 10 ta mashinani sotib olganimizdan keyingina bizga mana shu shedevr karni berar ekan do'stlar. Нереальный, просто нереальный. Bu yerda o'zining avtosaloni bor, eksklyuziv. 7 ta mashinani oling, mana shu orqa fonni tekinga oling. Unda openkesi boshlaymiz. 113 ming UC bor akkauntda. Hozir Xorazmxon akamiz Kardinal UC dan UC olganlari uchun bizga UC bonuslar bergan. Hozir UC bonuslarini ochamiz va UC ni ham ko'paytirib qo'yamiz. Qani, necha UC berarkin? 5 tasini bittada ochaman. Komment yozib qoldiringlar necha UC berganida ayday. 12,5 bo'ladimi, shuncha bo'ladi. Sen 12,5 ming UC beradi deb o'ylayapsan. Men 8 mingdan 9 ming atrofida beradi deb o'ylayapman. Qani, bam. 15,600 ibi. Necha UC berdi? Bo'lib komment yozib qoldiringlar. Necha UC dan berdi do'stlar? 15,600. Dashi 2400 ta 5 ta emas, bir 3000 UC ham berib yuborgan, 6000 UC ham berib yuborgan. Nechta edi? 5 ta edi. Da, 5 ta ochdim. Orada bitta mana shu 6000 UC'lidan chiqib o'ribdi-da. Da, bitta 6000 UC, keyin 2000 UC dan berib yuborganman endi. Kim biladi, yozib qoldiringlar. 1 plus, men PUBG'ni men superkarni ovozi bormi qanaqadir, ovozi o'chmayapti do'stlar. Muzikasi turibdi, muzikasi sizlarga xalaqit beradi. Bo'ldi do'stlar, men Ferrari'ni bezvoq qildim. Mana orqadagi fon muzikasi va sizlarni asabiylarga tegadi. Shu uchun ketdi ana 180 UC, 130 ming UC bor. Qani necha UC'ga biz 130 ming UC'ga nechta mashina chiqaramiz? Hisoblaymiz endi. 180 UC va Kardinal oilasi videoni boshida like, obuna so'ramadim. Kimlar haligacha like bosmagan bo'lsa, endi insonimiz esimizdan chiqib qoladi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bosib qo'ying, chunki biz yaqinda 2 million obunachi bo'lamiz do'stlar. Xudo xohlasa shu uchun like, obuna bosib qo'yinglar. Kim televizordan ko'rayotgan bo'lsa ham erinmasdan qo'lga pultni olib, tirsa like-ni bosib qo'yinglar do'stlar. Erinmanglar like bosish. Mana shu videoda ham bir 30 ming ta like qo'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Addush rahmat. Erinmasdan like bosganingiz uchun addush rahmat. Bilardim sizlar kibrmassizlar. Like bossanglar, obuna bossanglar, addush rahmat do'stlar. Tak. Xorazmxon aka ham shu yerda akkaunt egalari salomlashib olasizmi aka? Assalomu alaykum, charchaysizlarmi? Har sezon qanaqadir qimmat mashinalar kelsa, Xorazmxon akamiz ochadilar. Yana hozir ochishga bizga kontentga berib turdilar. Katta rahmat. Bu mashinani shedevr karni olmasa bo'lmaydi. Men ham niyat qildim, chunki shedevr karni hozirlar ko'rsataman. Videoning oxirida shedevr kar ko'rinadi. Yaxshi. Normalniy berdi do'stlar.
9000 yusiga berdi birinchi superkarni. ishon omadligiga normalni hozir olib chiqamiz ana shu yoqdan. Do'stlar, omadli bo'ldi. 9000 yusiga Ferrari chiqdi. Like bosadigan joy endi. Like bosib obuna bosinglar. Давайте, let's go. Bittani olamiz do'stlar. 9000 yusiga bitta mashinchani oldik. Ayyoy, zo'r bo'ldi lekin. Ketdi, yana boshlaymiz. Ketdi. Do'stlar, men Telegramda 50 ming yusilik konkurs boshlab qo'yganman. Unga ham qatnashib qo'yinglar. 50 ming yusilik konkursimizda kim yutsa ham ishoninglar akkauntini takoy qilib kuchaytirib, zo'r qilib beramiz. Vo, omadsiz bo'ldi. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoning tagida konkurs deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanaliga kirib obuna bo'lasiz, qadab qo'yilgan postning ustiga bosib, 4 ta kanalga tirs obuna bosib, konkursga qatnashib qo'yasiz. Konkursimiz 28-iyul kuni, 15 kundan keyin 2 haftadan keyin tugaydi do'stlar. Va 28-iyul kuni men YouTube'da yoki Telegram kanalimizda stream yoqib, streamda hammani ko'zini oldida kimlar konkursimizga qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan bitta omadli obunachimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 50 ming UC tashlaymiz. UC bonuslar bilan bir 70 ming UC bo'ladi. 70 ming UCga takoy qilib akkauntinglarni kuchaytiramiz. Mumyolar kelgan, qora mumyo, Ferrari'lar, M316lar kelgan, takoy qilib kuchaytiramiz do'stlar. Kirib qatnashib qo'yinglar. Kim yutib olsa ham mazza qiladi do'stlar. Bir narsani unutmanglar-da, konkursda qatnashmasangiz 100% hech nima yuta olmaysiz. Agar qatnashib qo'ysangiz, yutish uchun sizga qanaqadir shans bo'ladi. Shuning uchun qatnashib qo'yinglar, omadni sinab ko'ringlar. Hammaga omad. Men balluman bu PUBG'ni ani bezvuk openg kes qilsa ham qiziqmas ekan-a. Lekin faqat shunaqa narsalar chiqarish biladi. Buglarga qaramaydi. PUBG bug bo'lgan. Qaranglar, men hozir zvukni yondiraman. Mana sizlar uchun nima zvukni o'chirib qo'ydingiz deb qaranglar. Mana zvukni yondirdim. Eshityapsizlarmi? Mashinani zvuki bor qanaqadir g'ur qanaqadir strashniy ovoz bu. Juda ham bir quloqga yoqimsiz ha, mana. O'chmaydi, ovoz o'chmaydi. Bak. Ye! Oltiga sakradi 400 bilan. Fo, endi 5800 UC. 5 dan 7 ga sakrasa yaxshi edi. Har bitta aylantirish 5800 UC bu 800 ming so'm pul bo'ladi. 800 ming so'm mana ketdana 800 ming so'm mana shu joyda orqasini ushab turib bitta bosoramiz. Qani. Oy, omadsiz. 6 dan keyin 8 ga sakrab olsa vashi zo'r bo'lardi lekin. Meni shunaqa tanishlarim bo'lgan. Ana Tesla kelganda esingda bo'lsa. Ha. 60 yusiga 7 ga sakrab olganlari bo'lgan. Podborga chiqib turib, sirazi qaytdan kirib, sirazi razmin berish kerak. Ana shu o'xshashi kerak. 8 ga sakrab olsa zo'r bo'lardi. Qani? Orqasini ushab turib, ketdi. Qani? +1 8 ga sakrasa 8 ga sakrash kerak edi po idее. Lekin mayli, lekin yomon bo'lmadi. Где-то necha yusiga tushdi bunisi? 22 ming yusiga tushdi. Normalniy, 22 ming yusiga ham normalniy do'stlar. O'zi mana shunaqa superkarlar o'rtacha bitta mashina 20 ming yusidan 30 ming yusi atrofida tushadi. Agar 20 ming yusidan kamroq yusiga tushsa, bu degani omadli. Agar 20 ming 30 ming yusi atrofida tushsa, o'rtacha. Agar 30 ming yusidan oshib ketsa, o'sha bu omadsiz do'stlar. Shuning uchun hozircha bizda yaxshi. Hamma streamerlar omadini men ishlatib qo'ydim. 30 ming yusiga ikkita chiqarganingmi? 28 ming yusiga ikkita chiqarding, biz hozir 32 ming yusiga ikkita chiqardik. Ozgina ko'proq bizga ketib qopti. Davay, hozir mashina zo'r bo'ladi, men ishonaman. Bilasizmi? Shu 5 gacha mashinday bo'lsa, 5 dan sirazi 7 ga sakrasa keyin zo'r. Da, 6 ga sakrasa, 6 ga sakrasa xonavayron. Xonavayron 6, вообще xonavayron. Orqa fonlar qanday bo'la? Orqa fonni men shu Ferrari'ga moslatib qip-qizil qilib qo'ydim. Buni maza qilib ko'ringlar deb, albatta shuncha harakatlarimiz uchun ham like, podpiskalarni bosib qo'yinglar. Rahmat, katagon. Neudashni. Men shu 500 UC'larga, 180 UC'larga neudashni bo'lsin. Mana hozir 4 ta ham mayli, neudashni bo'lsin. 5 ga sakragan. Hamma omadsizlikni mana shu yerga ishlatsin. Mana 1000 UC, lekin shu 1000 UC'dan keyin tirsiz 7 ga sakrab olsin-da. Tak, 1000 UC admin, bitta propustit, keyin 1000 UC. 1. Endi mana shu yer xavfli zona. Mana shu yerdan keyin bizga 7 kerak do'stlar, 7. 6 kerak emas. 6 ga tushsa tamom do'stlar. Chiqamiz, nazat qilamiz, qaytib kiramiz va taktika qilyapmiz. Taktika bo'ladi. Bu taktika ishlaydi, ish beradi. Ish bermaydi emas, beradi. Menda kirib, yana orqasiga bosib boramiz. Okey, omadsiz bo'ldi. Bizga +2 kerak. Men 2,5 ming yusi ham 550 ming, 600 mingda. Mana shu 2,5 ming yusiga ham anchagina pul. Давайте ketdim. Orqasini bosib turamiz, ketdi. Davay, o'rtoq hozir garantdan +1 berma, iltimos, +1 bersang, anchagina xonavayron bo'lamiz biz. Let's go. Давайте +2. Let's go. +1. Bitta hozir ochamiz 5800 ga. +2 berib yorsa, nerealniy omadli bo'ladi. Bo'ladi lekin. Tak, bosib turib, bam.
Omadsiz bo'lyapti bu. Qanday? To'xtanglar. Fravn yechib tashlash kerak. Yani Fravn omadsiz qilyapti. Tipa bu bizni donater deb o'ylayapti mana. Orqasida shedevr kar turibdi. Bizga shedevr kar yo'q PUBG. Biz oddiy akkaunt, biz hech qanaqa bir donater emasmiz. Davaychi. Endi beradi. +2 mana. Shuncha harakat qilyapmiz. Shu harakatga yarasha ketdi endi +2. Dash plus burmas. Qanday? Bu yerga vashe ana qilyapti. Yusini yevoryapti. Viktor taktika. Menga o'xshagandi. Viktor taktika qil deysanmi? +2 beradimi mana shu yerda? +2 qani? Ketdi. Mo'j beraversa. Voy zo'r. +2. Zo'r bo'ldi mana do'stlar. 28 ming yusiga ikkita mashina chiqardik. Oy. Mana 14 ming yusidan tushdi har bittasi. Zo'r bo'ldi mana. Mana omadli bo'ldi. Shu joyda endi like bosib, obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Omadli bo'ldi shu joyda lekin. Omadli bo'ldi. Televizordan ko'rayotgan sizlar ham like bosinglar. Erinmanglar. Qo'lga pultni olamiz, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Kimga ham shunaqa arzon, ishonchli, omadli yuz kerak bo'ladigan bo'lsa, +3. +3. Ana, shu kardinal yusini reklama qilib o'tdim-da. Ko'ryapsizlarmi? Kardinal yusi, omadli yusi mana reklama qilishdan oldin uje +3 sakrab yubordi. Kimga arzon, ishonchli yusi kerak bo'ladigan bo'lsa, kardinal yusi silkasi video tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, biz UC magazinimizga kirib, arzon, ishonchli narxlarda UCni xarid qilib, mana shunaqa omadli openkiz qilib, Ferrari'ni akkauntingizga tushirib olasiz. Agar do'stlar, yo'q, UCga men Ferrari ochmayman, menga Ferrari'ni o'zi kerak, pulga sotib olaman desanglar ham, kardinal UCda shunaqa xizmatimiz bor. UCdan tashqari, mana shu Ferrari'ni o'zini sotishadi. Mana +2. Ko'ryapsizlarmi? Mana kardinal UCni kuchi do'stlar. Kardinal UCga kirasiz, Ferrari'ni o'zini ham alohida sotib olishingiz mumkin. Arzonga tushadi. Gideta $150 tushadi do'stlar. Ferrari tushirish qiyin. Ferrari'ni o'zini olishingiz mumkin do'stlar. Silka opsiyonida, original silka opsiyonida fakelarga aldanmanglar. Iltimos faqat silka orqali kanalga kiringlar. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat. +2 bo'lsin, iltimos. Mana ketdi +2. 5800 yana shu biza tiqilib qoldi yana 5800 dan. Akkaunt UC'imiz 59 ming qoldi. Hozirgacha nechtadir mashina oldik? 4 ta mashina oldik. Mana bu garantiya ham olsa 5 ta mashina oldik hisob. 5 ta mashina olibmiz. Ana 5800 ga orqasini ushab turib, bitta bosib oladigan bo'lsak, iltimos bittada o'zi sakrab yubordi. 500 ta monet berdi. Mayli, mana shu monetadan foyda har nima. Faqat omadsiz bo'laversa yoki UC'ni qaytaradi yoki moneta beradi. Bu moneta 1,5 mingta bo'lgandan keyin tekinga bitta mashina olsa bo'ladi. Tushunding? PUBG ham qanaqadir rahmdillik qilyapti shu orqali bir rahmdil bo'lyapti PUBG. UC qaytarganda yanada zo'r bo'lardi, lekin mayli, boriga shukur. Shuni bermasligi ham mumkin edi. 5800 UC orqasini bosib turib, bitta bosoradigan bo'lsa, yana bermadi. Davay o'rto. +1 kerak emas. +2 sakrasang bir maza qilardi. Mayli. Yana bitta jeton chiqdi. Bunisi 28 ming UC atrofiga tushdi do'stlar. 28 ming UC ga tushdi bunisi. Bunisi ozgina endi omadsizga yaqin bo'ldi. Bitta jetonni olib qo'yamiz. Bizaga bundoq qiladigan bo'lsa, buni almashtirsa, men bu yerda обмен наградага kirib almashtirsa, 6 ta jeton bor уже, 6 ta bor. Bizaga shedevr kartni olishimiz uchun 10 ta mashinani olamiz va bizaga shedevr kartni tekinga beradi. Bu uchun nima qilish kerak? Bittali monetali mashinani olib chiqish kerak edi. Oxirida keyin ikkita monetaga shedevr kartni olish kerak. Bizga hozir 6 ta moneta bor va yana 4 ta moneta kerak, 40 ming UC bor. Olib qaraganda 6 ta moneta 130 ming UC bo'lsa, 60-90 ming UC ga tushdi. Olib qaraganda normalniy, o'rtacha. Lekin hozir mana shu oxirgi pallalarda 40 ming UC ga bir kamida 3 ta moneta olib chiqsa, kamida zo'r bo'lardi lekin. Nerealniy omadli bo'lardi, ishonaveringlar. Men o'zim ham akkauntimda mana shedevr kartni ochmoqchiman. Juda havas qildim. O'zim akkauntimga 200 ming UC, bola 200 ming UC ga open case qilib ochaman. Chunki qora mumiyani ham olganim yo'q, Ferrari'ni ham olganim yo'q. O'zim akkauntimda alohida 200 ming UC ga open case qilib videosini chiqaraman. Kutinglar. Mana shu videoda 30 ming ta like yig'ilsa, sirazi orqasidan o'zim akkauntimda open case video chiqadi. Let's go do'stlar. Qani propustit bilan bitta bosib o'raylik qani? Ana propustit bilan berdi. Qani menyusiga propustit bilan bosib o'raylik qani? Qani yana bitta chiqib propustit bilan bosib o'raylik qani? Propustitda ham omadi bor-da, chunki ana 6 ga sakrab yubordi bu. 6 ga sakrab yubordi bu.
Yomg'irdan qochib do'lga Ya tutildik. bittada hozir ikkita berib yuboradi. Xursand qiladi. Buni ham propustit bilan ochaman do'stlar. Chunki propustitni omadi ham yaxshi deyman, chunki shuncha bez propustit orqasidan bitta propustit berib yuborsa, ana taktika ishladi do'stlar. Hozir 130 minusga shedevr olib chiqsa, nerealli bo'ladi do'stlar. Bu hisob kitobim bo'yicha 200 minusga tushish kerak shedevr, lekin 130 minusga olib chiqsa, oy, mana do'stlar, necha yuz ketdi? 10 ming yusiga 10 ming yusiga ikkita mashina oldik. 5 ming yusi bitta mashina 5 ming yusi degani. Oy, mana endi like bosmanglar, like bosinglar, obuna bosinglar. Televizordan ko'rayotgan bo'lsangiz ham erinmasdan tirsa like'larni bosib qo'yinglar do'stlar. Addush rahmat. Mana shu videoda ham 30 ming like ko'rsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Rahmat. Taktika ishladi, propustitni taktikasi ishladi do'stlar. Aka ham aytdilar, hozir plyus 2 beradi dedilar. Shu joyda beryordi-yu. Vashshe zo'r bo'ldi lekin, vashshe. Men kardinal yusini omadi-da do'stlar. Akamiz kardinal yusidan yusini tushirib oldilar. Omadni ko'rib olsalar. Yusilarimiz arzon va shunaqa omadli bo'ladi. Yana propustit bilan ochish kerak. Ballu zo'r beryapti, propustit bilan. Vashshe zo'r bo'lyapti do'stlar, ishonaveringlar. Ana, Voy. yana shunaqa bo'ldi bu. Yana shunaqa bo'ldi. Bizga o'zi ikkita dona monetka kerak, eplab olsa kerak garantgacha. Da, ikkita moneta qoldi. Let's go. Ola olishimiz kerak. Bu men o'ylashim bo'yicha shedevr kar 200 minusga tushishi kerak edi. New Dashni. Okey, mayli. Propustit bilan ochamiz, beradi. Men ishonaman do'stlar. Ana bam qilamiz. New Dashni mana oxirgisiga bitta berib yuborsa, 8 ga sakravor o'rtov. Shu bilan biz hamma mashinani olib o'yin ichida maslaga obzor qilib beraman. Obzor do'stlar. +1. Alohida keyin yaxshiraman. Lekin aka ishoning, nerealni omadli bo'lyapti. Siz tasavvur qilyapsizmi? 10 ta mashinani Xo'p, 100 yetmagan taqdirda ham bir 140 minusga olyapmiz. Bu vashshe zo'r bo'lyapti lekin. Omadga ko'z tegmasa, o'zi 12 minusga yana bitta berib yuborsa, vashshe zo'r bo'lardi. O'zim ham akkauntimda shunaqa omadli bo'lsin-da, men shedevr kar olishim kerak. Men ham o'zim akkauntimda do'stlar. Hammaga omadli bo'lsin, hammaga. Mana propustit bilan ochsizlar, propustitda zo'r beryapti. 6 ga sakramasdan 5 dan sirazi 7 ga sakrasa beradi. Qani? Kettu! Bo'ldi, 4 ga sakradi, keyin 6 ga sakramasa. Birdaniga 3 sakrab bersa-chi? Birdaniga 3 sakrab bersa ham nerealni lekin. Bitta jeton kerakmi? Bitta kerak ballu, bitta. 100 qolmadi-da. Qani bu yerga bez propustit, ya'ni taktikada bolalar bitta propustit, bitta bez propustit. 5 kod. Shu yerdan bizga 7 kerak. Bo'ldi, mana 2,5 minusdan 3 marta ochamiz, shu bilan 100imiz tugaydi. 6 ga sakramasligi kerak do'stlar. Davay. Qani? Mana shu yerda propustit kerak-da, ishoninglar, propustit kerak. Bitta bez propustit ochish kerak. Qani, bundoq qilamiz. Propustit ketdi shu joyda, bundoq qilamiz. Bam qilamiz. Bam bo'ladi keyin. Keyin bam bo'ldi, lekin rostdan ham bam bo'ldi hozir shu joyda. Oxirgisi do'stlar. 6 ga tushsa bo'ldi, biz yana 100 olishga to'g'ri keladi. Lekin men senga ishonaman o'rtoq. +2 shu joyiga qani. Bam! 6 ga sakradi. 6. Endi qaror bittalantirish 5800 UC. Do'stlar, biz bir qarorga keldik. Nima desangiz, hozir biz hamma mashinani sotib olamiz va shedevr karga nechta moneta yetmaydi, ko'rib chiqib, keyin yana 100 olamiz do'stlar. Ketdik do'stlar, bitta monetaga oy, Ferrari seri mashinasi. Wow! Bergan. Buni aksessuarlari bilan berar ekan buni. Qizil Ferrari. Bam! Oy, Ferraricha nima deyapti? Do'stlar, let's go! Bu ham o'zini diskalari, stop anaqa obveslari nimadirlari bilan berar ekan do'stlar. Bu yerda esa Uazikni olamiz do'stlar. Bitta monetaga, chunki biz shedevrni olishimiz kerak. Oy! Zo'r lekin. Hammaga nasib qilsin, kim havas ko'zi bilan ko'rayotgan bo'lsa, hammaga nasib qilsin, buni usti bilan berar ekan. Bu aksessuarlarni videoning oxirida ko'ramiz. Bizda ko'p mashina olayotganimiz uchun aksessuarlarni ham ko'proq beryapti. Qip-qizil Ferrari. Oy! Let's go. Okay. Rosto. Mana do'stlar, shedevr karni ko'rishga tayyormisiz? Shedevr kar. Oy. Hozir men grafikani o'zgartiraman, shundan keyin ko'ramiz. Mana do'stlar. Mana. Nima deyapti bu shedevr kar? Bu nima bu chaqmoqlar? Nima bu allambalo narsalar? Ibi. Men shu uchun ham yoqtirdim deb akkauntimda olishim kerak. Kim havas ko'zi bilan ko'rayotgan bo'lsa, hammaga nasib qilsin do'stlar. Men chin ko'ngildan aytibman. O'zimga ham yoqdi, men ham o'zim ham havas qilyapman. Tak, bu yerda hozir yana mashina olishimiz kerak do'stlar. Ketdi, yana mashina olamiz unda. Men shedevr olish kerak-da. Hozir aka 4 taga
обмен qilsa bo'ladi. Yetarkan. Ishi bizga даже ortib ham qoladi, по-моему. Bittali mashinalarning hammasini sotib olamiz. Ketdi do'stlar. Tak, buni ham sotib olamiz. Men o'ylagandim do'stlar yetmaydi deb. Realni do'stlar. Oyyo! Hozir do'stlar shedevr kar olamiz tasavvur qilyapsizlar. Men videoni boshida va'da berdim-ku. Eng qimmatini olamiz deb. Mana va'damni bajaryapman. Realni do'stlar, men bundan oldin ham Bentley ochganman. 250 ming UC ketganda shedevr karni. Bunda 140 ming ketdi. 130 ming даже. 130 ming UCga men qizili ham yoqtiragan. Qizili ham chiroyli. Let's go! Let's go! Yana nechta so'rayap? 3 ta, bam 3 ta bo'lib qoldi. Hozir 4 bitta ortiq qolish kerak edi. 2 ta sotib olganga. Yana 2 ta sotib olsak. Vo, men buni olmadim. Men bu qorasi borlar olsanglar arziydi. Realni mana shuni olsanglar arziydi. Prям skromli, chiroyli, derskiy mashincha ekan. Ferrari'ni qop-qorasi. Oy, derskiysi do'stlar. Nerealniy. Bu ana unga o'xshab ketar ekan. Kaynisevga. Da do'stlar. Shuning uchun men lekin maslahat berardim qizilini olishlariga. Bu yerda qip-qizil Ferrari. Bam bosoramiz. Qip-qizil Ferraricha. Bam. Chiroyli do'stlar. Shuncha kayf qildim men. Buncha superkar. Shuncha ham superkar olasanmi do'stim? Mana yey. Bizga ikkita so'rayapti endi. Top to'g'ri, ikkitaga berish kerak edi. Ha, hozir hamma bittalikni olib chiqqanda o'zi ikkitaga berish kerak edi. Ketdi. Hozir do'stlar 100 olamiz, buni ham olamiz. Kardinal oilasi biz akkauntga 100 solib, yana bitta jeton olib, Ferrari'ni ham tushirdik, lekin men ahmoq zapis qilish esimdan chiqib qopti-da do'stlar. 100 solayotgan payt zapis o'chirib qo'ygandim. Qaytib zapis o'qib, buni olish esimdan chiqibdi do'stlar. Mana shedevr karni Oddiy bo'lib ekranga chiqdi, animatsiyasi ham juda ham bir oddiycha edi, hech qanaqa wow narsa yo'q edi. Mana shu shedevr kar o'yinda qanaqa yuradi, ovozlari qanaqa bo'ladi, vahimasi qanaqa bo'ladi, hozir hammasini o'yin ichida obzor qilib ko'ramiz do'stlar. Lekin do'stlar, men aytganimni bajardim, eng qimmatini oldim. Shuning uchun ham albatta videoga like bosib, obuna bosib qo'yinglar, like bosmanglar, like bosib qo'yinglar. Like bosgan payt e'tibor beringlar. Men like-ni 2-3 marta so'rayman-ku. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Like-ni 2-3 marta bosmanglar, faqat 1 marta bosinglar. Agar 2 marta, 3 marta bossangiz, birinchi bosgan like-ingizni qaytarib olasiz. Shuning uchun like-ni ichi to'la turishi kerak. Like-ni ichi oppoq yoki qop-qora bo'lib turishi kerak. Agar like-ni ichi bo'sh turgan bo'lsa, to'ldirib qo'ying. Qop-qora yoki oppoq qilib like-chani bosib qo'ying. Rahmat kattakon. Xo'sh do'stlar, endi olgan mashinalarimizni ko'ramiz. Bam! Ferrari bizda jami 145 ming UCga yaqin UCga biz 9 ta mashina oldik. Bitta shedevr kar va 8 ta bittali monetali mashinalar do'stlar. Bu yerda mana Oazika qip-qizil takoy Ferraricha, bu sarig'i ham normal ekan, limon rang. Va bu yerda sedan do'stlar. Sedan ham seri rangi va mana bu yerda qizil rangi. Vashshin real do'stlar, vashshin chiroyli. Va mana bu yerda mana do'stlar shedevr kar. Oy, akkaunt nima deyapti? Akkaunt vashshin chiroyli ha do'stlar. Hozir buni vahimasini o'yin ichida ko'ramiz. Endi tayyormisizlar? Birinchi Ferrari superkari. Bam, yangi mashinaga. Bu ovoz chiqarar ekan. Men orqada hali nomerlarni qo'yishimiz kerak. Nomerlari ham bor buni. Tak, bundoq qilamiz. Qani yurayotgan payt ovoz, qani yurayotganda ovoz qanaqa eshitib ko'ramiz do'stlar. Ketdi. Normalniy ovozchasi bor ekan. Voy, buni diskalari ham yonib turar ekan. Neon bor ekan diskalarida do'stlar. Ya'ni biz ko'proq mashina olganimiz uchun shunaqa neonlari bor. Endi buni oppoq qanaqa bo'lar ekan? Qani bam. Qizili chiroyli do'stlar, qizili. Ichki salon вот такой, нормальный Chevrolet mashincha do'stlar, 2 kishilik, chotki. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Dachaga skin ko'ramiz. Kettu. Bu vashshin katta bo'lib qolar ekan. Ma bu haybatku bu do'stlar. Vashshin chiroyli do'stlar. Dachaniki vashshin zo'r ekan. Arziydi. Dacha katta bo'lib qoladi, o'zi kichik bo'lib qoladi. Da, mana shunaqa. Qani bitta endi yurayotgan payt ovozini eshitaylik, qanaqa bo'lar ekan ovozi? Zo'r, arziydi lekin mashincha. Ovozi zo'r ekan lekin. Yurayotganda ham какой-то zo'r yurib qo'yar ekanda. Vashshin chiroyli, menga yoqdi. Do'stlar, chat qaysi sizlarga yoqdi? Chatda yozib qoldiringlar. Bu ham zo'r. Endi ketdi, keyingisini ko'ramiz. Men qanaqa seri rangi? Seri rangi ham takoy skromli, lekin qizil do'stlar. Qizil. Ferrari'ni ochib turadigan rang qizil. Qani, bam! Qaranglar, bu ovoziga kichkina bo'lib qolgandi. Qaranglar buni, ibi. Qanaqa katta edi, bu kichkina bo'lib qoldi. Mana buni qizili do'stlar. Qizil chiroyli, qizil. Ancha zo'r do'stlar, vashshe. Qani buni yurayotgan payt ovozini eshitib ko'ramiz. Qizil qora kombinatsiya zo'r ketganda. Qizil qora zo'r ketgan. Qani ovozchasi?
Zo'r, ovozchasi ham takoy do'stlar, ha. Motorni ovozi eshitib turadi, motorni. Qani Perelitsoda ichki salon hammasiniki bir xil почти. Mana do'stlar, mana shedevr kar. Bam! You are now the proud Oy owner of oy the phone. oy. Grafikani oy, ko'tar, oy. grafikani ko'tar. Grafikani ko'taramiz. Oy oy oy, shedevr kar nima deyapti shedevr kar? Ibi bu haybatligini qaranglar, vahima-ku bu. O'yinda odamlar ko'rsa Shedevr-ku bu, shedevr. shedevr derosdan, prям opangizdan chiqargan joyimni ham ko'rsatmasam, u uncha vajni emas. Mana shu kadr vajni do'stlar. Mana bu joyi kerakli do'stlar. Qani endi bunda bitta ovozchasini eshitaylik xo'p desanglar. Nitrosini qara, prям olov chiqdi. Nitroda Oddiy tutilmasdi, Chaqmoq. prям olov. Da chaqmoqcha. vashshe chiroyli-ku do'stlar, vashshe nereallik-ku. Yurishini qara, prям trassada yurganda yuribdi, prям yo'q yuribdi-da. Do'stlar, tavsiya qilaman. Tavsiya qilaman, shuncha yusi bo'lsa agar o'zim ham olardim. O'zim olaman lekin. Bolalar, mashin zo'r, ha? Nerealniy. Buni qaranglar, shedevr nima deyapti? Shedevr. Oy 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 oy. Nerealniy bu. Voyo, let's go. Buni bitta qizilini ham ko'raylik, mana qizil. Atak zo'r, atak chiroyli lekin. Endi shedevr endi nereal qimmat narsa-da, mana men bu ham bemalol puliga arziydi lekin qip-qizil. Shedevrdan kam joyi yo'q. Baribir grafikani hech kim bunaqa qilib o'ynamaydi. Shunday, mana qorasi ham takoy do'stlar. Mana bolalar, mana mashinalarning to'plami do'stlar. Oy oy oy, yaxshi zo'r bo'ldi. Kim mana shuni edit qilib Instagramiga joylasa va prosmotri 50 mingtadan oshsa $10 pul bor do'stlar. Bunaqa videolarni albatta Kardinal kanalida ko'rasiz do'stlar. Men videoni boshida aytganimdek, mana shu mashinani eng qimmatini olaman degandim va aytgan gapimni ustidan chiqdim va mana shu shedevr karni omadli opangiz qilib, o'yinda qanaqa bo'ladi, o'z qanaqa bo'ladi, grafikasi qanaqa, hammasini ko'rsatib obzor qilib berdim. Siz ham shuncha qilgan mehnatimizga yarasha haligacha videomizga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib kanalga obuna bosib qo'ying do'stlar. Televizordan ko'rayotgan bo'lsangiz ham erinmasdan qo'lingizga pultni olib like bosib qo'yinglar do'stlar. Addushga takoy rahmat like bosganlarga. O'sha gap, like bosgan payt e'tiborliroq bo'linglar. Faqat bir marta like bosinglar do'stlar, 2 marta like bosmanglar, chunki birinchi bosgan like'larni qaytarib olasizlar. Shuning uchun like-ni ichi yo qop-qora yoki oppoq bo'lib tursin, bo'm-bo'sh turmasin. Bo'm-bo'sh turgan bo'lsa siz like bosmagan hisoblanasiz. Superkarni oldik va o'sha gap do'stlar, kimga arzon ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, bu Kardinal UC. Silkasi videoni tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosgan holda UC magazinimizga kirib, arzon ishonchli narxda UCni xarid qilib olishingiz mumkin. Va juda ham muhim eslatma do'stlar, men Telegramda 50 ming UC'li konkurs boshlab qo'yganman. Unga ham kirib qatnashib qo'yinglar. Juda ham oson, mana shu videoni tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lasiz. Tepada qadab qo'yilgan post ustiga bosib, atigi bu yerdagi 4 ta kanalga tirs obuna bosib, konkursga qatnashib qo'yasiz bo'ldi. Konkursimiz 28-iyul kuni 2 haftadan keyin tugaydi. Kimlar mana shu konkursimizga qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan bitta omadli obunachimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 50 ming tushirib, akkauntingizni mana shunaqa qilib, takkoy qilib, donatersk qilib kuchaytirib beramiz. Kirib konkursga qatnashib qo'yinglar, omadingizni sinab ko'ringlar do'stlar. Konkursga qatnashmasangiz 100% hech nima yuta olmaysiz. Agar qatnashib qo'ysangiz, sizda 1% bo'lsa ham yutish uchun shansingiz bo'ladi. Shuning uchun qatnashib qo'yinglar. Hammaga omad do'stlar. Mana Xorazmxon aka, sizga ham katta rahmat. Kontent uchun akkauntingizni berib turganingiz uchun mana shedevr kari ham oldik. Rahmat. Va Kardinal oilasi, sizlarga ham katta rahmat. Videoga like bosdingiz, kanalga obuna bo'ldingiz, chiroyli kommentariy yozib qoldirdingiz, menga shunchalar podдержка berdingiz, katta rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Mana shu videoda ham 30 mingta like yig'ilsa, o'zim akkauntimda 200 ming yopangiz qilaman, shuning uchun bosib qo'yinglar, katta rahmat. Keyingi videogacha ko'rishguncha bye bye do'stlar, bye bye. Ballu xayrlashib qo'y. Sog' bo'linglar, hammanglarni yaxshi ko'ramiz.